mashinasi oldingiz. Bu mashinaga nimalar kerak bo'ladi? Birin-ketin ko'rib chiqamiz. Bu mashina hechlik bo'lgani uchun bu mashinaga birinchi o'rinda eng kerak bo'ladigan narsalardan parok qo'yish kerak. GM'da original paroklardan zazorlar bilan birga bir chiroyli usturovka qilib berganmiz. Orqa tomoniga keladigan bo'lsak, garmdorlardan o'rnatib berganmiz. Gabarit bilan bir xil yonadi, pоворotchiklar ham birga ishlaydi, hammasi o'z joyida zavodskoyda bo'lib turadi. Polni black piano bo'lgan, tracker, turbo, primer yozuvlarigacha pastdagi joyiga black piano qilib berganmiz. Ustiga jabralar bilan chiroyli o'rnatib berganmiz. Oldi tomoniga keladigan bo'lsak, oldi ablisovkalariga RS ablisovkalardan hozir trendga ketayotgan ablisovkalardan qo'yib berganmiz. Birga bir zazorlari bilan zavodskoyda bo'lib tushgan, emblemalarigacha black piano bo'lgan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, tez Lenovo'dan original video registratorlarni qo'yib berganmiz. Xohlasa zapis qo'yish jarayonlari ham ketyapti. Hozirgi kunda sovuq ob-havolar boshlangani hisobiga eng kerakli funksiyalardan biri avtozapis funksiyasi. Uydan yoki uzoq masofadan turib zavod qilish hammaga kerak. Bu mashinaga o'zini pultidan zavod qilish funksiyasini ham qo'shib beryapmiz, xudo xolasa. Akalar, bu mashinaga qilingan ishlarga 1 dan 10 gacha bitta baho berib o'tasizlar. Agarda sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ishlaringizni garantiyali darajada bekam ko'rsatib bitirib beramiz.